Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Türkiye'deki Uyghur kompozitor Güldiyar Tangırtağlı, Türkiye'deki medeniyet ve sanatning muhim vekillerinden biri bo'lgan İstanbul Devlet Opera ve Balet Teatrxonasining dаңlıq opera yozuvchisi Dr. İskender Pala'ning Edosa nomli cho'ng tipdagi operasining muzikasini ijod qilib, Türkiye'de yuqori bahoga erishgan. Mazkur opera Anatoliyaning 1000 yillik xotirasining sahnaga ilib chiqilishi bo'lib, an'anaviy opera hikoyasini zamonaviy uslub va o'zgacha muzika bilan sahnalashtirilgan bu cho'ng tipdagi operaning muzikasini ijod qilguvchi Türkiye'de ko'zga ko'ringan Uyg'ur kompozitor Güldiyar Tangırtağlı, merhum peshqadam sanatkor, doktor ve yozuvchi Farhod Qurbon Tangırtağlıning qizi bo'lib, Türkiye'de tanilgan Güldiyar Tangırtağlı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universiteti Davlat konservatoriyasida o'qishini alayda muvaffaqiyatlar bilan tamomlagan. O davlat ichi va xalqaro musobaqalarda 1 ve 2 darajalik mukofotlarga erishgan. Bir mezgil chet ellardagi o'qish va o'rganishini tamomlagandan keyin Mimar Sinan Güzel Sanat Universitetida lektor bo'lib ishlagan va nurg'un televiziya teatrlari, filmlar va hujjatli filmlarning muzikasini ishlagan. 2020-yili o'zining Tangırtağlı muzik ishlab chiqarish shirkatini qurib, televiziya teatrlari va film muzikalari ustida ishlashni davomlashtirmoqda. Uning bu qitimqi cho'ng tipdagi operaga ishlagan muzikasi Turkiyada qizg'in olqishga erishgan bo'lib, o 2025-yilimi Amerikaning eng yuqori baholangan televiziya teatr mukofotiga erishgan edi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunuyum. Mezuniyetim sonrasında Avusturya Mozarteum'da konser piyanisi master'ımı tamamladım. Oradaki master'ımda aynı zamanda film müziği de okudum ben. Senaryoya, bir hikayeyi, bir görsele müzik yapma maceram orada başladı diyebilirim. Bu benim ilk operam. Türkiye Cumhuriyeti'nin de operasız sahnelenen ilk kadın opera bestecisi oluyorum. Önce o sahneyi okuyorum, gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Yani herkesten önce ben görmeye çalışıyorum aslında sahneyi. Ve ona en uygun şekilde eşlik edecek, o atmosferi en uygun şekilde seyirciye yansıtacak müziği duymaya çalışıyorum, hissetmeye çalışıyorum. Bazı sahneler var. İnanın o dörtlüyü okuduğum anda melodisi geldi aklıma. Hikayenin gücü. Ve ben zaten tam da bunu seviyorum bestecilik alanında. Hikayeden feyz almayı, oradan duygulanmayı. Çünkü ben duygulanıyorsam bir şekilde seyirciye de geçecektir diye düşünüyorum. 28 Mart Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera sahnesinde sahnelenecek olan Edosa Dünya premierini tüm İstanbulluları bekliyoruz. Tajovuzchi Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar viloyati tavallikidagi Kudi yezisini noyaga o'zgartib, ismini Sinning noyasi deb atagan. Bu haqda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati tor bekitidagi uqtirishida ko'rsatilishicha, yangidan qurilgan Sinning noyalik xalq hukumati Shinxua bozoriga joylashgan bo'lib, bu atalmış Shinxua bozori va Sinning noyasi Qog'liq noyasi tavallikidagi Kudi yezisi edi. Bu yeza Xitoy hukumati tarafidan Sharq Turkiston tavallikidagi yezlarni bozorga o'zgartish va bungtanni yerlik bilan bir gavdlashtirish siyosati jarayonida aslidagi Kudi yezisidan Shinxua bozoriga o'zgartirilgan bo'lib, yaqinda bu bozor Sinning nomidagi noyaga o'zgartirilgan. Xitoyning rasmiy manbalarida atalmış Sinning noyasining qurilish maqsadi ma'muriy boshqarish unumini oshirish va chegara mudofaa bexatarligini kuchaytirish deb izohlangan bo'lsa-mu, Bingtuan to'ridagi uchurlarda bu o'zgarishning Bingtuan bilan yerlikni bir gavdalashtirish, Qog'liq Tibet tosh yo'lini amaliy kontrol qilish va chegara bexatarligini kuchaytirish siyosatining bir qismi ekanligi tilga ilingan. Tajovuzchi Xitoy hukumatining vatanimizda yangidan Xitoycha nomda noyalarni qurishi yangi ahvol emas. Mustamlikchi kuchlar ishg'ol qilgan rayonlarda o'zining nomida, tilida aslida bor bo'lgan yer joylarning nomini o'zgartish, o'z davlatidagi yer joylarning nomini ishg'ol qilgan rayonlarga zo'rlab tangish, ishg'ol qilingan rayonlarning shahar qurilishi, ma'muriy qurilmasini o'zgartish masalasi assimilyatsiya va mustamlikchilikning tipik misollaridan bo'lib, Xitoy hukumati buningdan burunmi Xotan viloyati tavallikida Xan va Xkang nomida ikki noya ta'sis qilgan
ve bu namlar Janubiy Xitoydagi yer joy nomlaridan ko'chirib kelingan edi. Bu qatimqi silning nomi Guangxidagi bir yerning ismi. Bu haqda kuzatuvchilarning qarashicha, tarixiy Uyg'urcha yer nomlarining o'rniga Xitoy nomlarini tangish va yangi ma'muriy birliklarni ta'sis qilish, Sharq Turkistonning tarixiy madaniyat kimligini o'zgartirish, nopus qurilmasini xitoylashtirish va harbiy ma'muriy kontrollikni yuqori ko'tarish strategiyasining muhim bir partiyasi bo'lib, Xitoy hukumati yangidan ta'sis qilgan bu Xitoycha ismdagi noyalar rayonning ma'muriy xaritasida o'zgarish paydo qilgan. Türkiye'deki Irak'ni ko'rar savdogarlar jamiyatining raisi Atilla Sinaji hukumatni Xitoyning Turkiyaning savdo sohasiga ilib kelgan besimlar haqida ogohlantirgan. Merkezi Türkiye'nin Konya viloyatiga joylashgan Irak'ni ko'rar savdogarlar jamiyatining raisi Atilla Sinaji axborot organlarining ziyoratini qabul qilib, Turkiya savdo sohasining amdi koni taktikalar bilan yo'lini davomlashtira olmaydiganligini, dunyoviy raqobatdagi tangpungliqlarning o'zgarishi, Xitoyning ikki taraflik besimi, moliya jihatdagi qiyinchiliklar va foyda nisbatining borgan-sari tuvallab minishi qatorliq masalalar haqida ogohlantirib, butunlay yangi bir strategiyalik pozitsiyaga o'tishning navbatda bir majburiyatga aylanganligini bildirgan. U so'zida Xitoyning Turkiyadagi ta'sirini alayda tilga ilib, Xitoyning navbatda Turkiyaning eksport bozorlari va ichki bozorlarga birla vaqtda besim paydo qilayotganligini, bu Turkiyadagi ishlab chiqaruvchilarni siqib chiqarishni nishonlagan qo'sh yo'nalishlik besim ekanligini, buningga taqobil turish uchun yangicha savdo andizlarini yaratish kerakligini, Turkiya bozorlaridagi Xitoy ta'sirining xavfli nuqtaga yetganligini, Turkiyaning eng oddiy turmush buyumlaridan tortib sanoat uskunalarigacha bo'lgan turli sohalarda Xitoy bilan raqobatlashishda qiynalganligini, Xitoyning bozordagi hukmronlik o'rnining Turkiyaning ichki ishlab chiqarishiga og'ir zarba berayotganligini ta'kidlab, Turkiyadagi ishlab chiqaruvchilarning navbatdagi ahvolini o'z uyida mehmon o'rniga tushib qilish, bu navbatdagi eng ichinishli ahvol, bu ahvol Turkiya sanoatining kelajagiga nisbatan og'ir tahdid deganlarni o'ttirib qo'ygan. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.